Usta bola yangidan emaskan. Nima bo'ldi? Bomba tushdimi mashinaga? Aka, urush yerda bo'lyapti. Yetishlarning sababi nima buni? Shopir tomonda o'rin ishlamay qolibdi, aka. Ko'rib turganlaringdek, Damas mashinani poni chachib olganmiz. Poni chachishimizga sabab shopir tomon dvorni ishlamay qolgan, o'ng tomoni ishlayapti. Dvornida yaxshilab qatirganimizda ham mahalga aylanmayapti edi. Mahalka bilan dvornini yechib oldik. Yechishimizga sabab Zavadskiy zaklyopkasi qo'yib yuborgan. Bizning o'rniga svarka qilib beryapmiz. shunda yangidan ko'ra bu Zavadskiy yaxshiroq ishlayveradimi? Ha, yangi qaraganda baquvvatroq bo'ladi. Xo'p. Bitgandan keyingi holatni ham xudo xolasa mashinani terib bo'lgandan keyin dvorni ishlashlarini qo'yib ishlatib beramiz. Xudo xolasa Damas mashinasini ham ko'rib turganingiz tayyor qilib yig'ib olganmiz. Ta'tillarni ham joy-joyiga idealni qilib yig'ib berganmiz. Dvornilar ideal holatda ishlayapti. O'zini dvornilarni mahalkalarini qoldirib, Zavadskiy holatda yig'ib berganmiz. Dvorni sujipadiganlari ham ideal holatda ishlayapti. Yangi Damaslarda sizlarda ham shunaqangi muammo bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqib kelaverasizlar.